sotmaysiz. Yaxshi odam ekansiz. Arzimaydi. Ertaga ham bir paket ovqat olib kelaman. Rahmat. Arzimaydi. Yig'la naxoy. Rahmat kattakon. Yig'lamang aka, arzimaydi. Paketni bu yoqqa ber. Yaltayib yotguncha ishga chiqib o'zing pul top. Sizlarga bitta jiddiy narsa aytsam kulmaysizlarmi? Yo'q, kulmayman. Aytaver do'stim. Kecha bozorga tursk olgani borgandim, keyin sotuvchi qilib. Qo'tingni qas. Ey. Bu dalbayoqning nomidan uzr so'rayman do'stim. Yo'q, tufaymat, bo'ldi qil dedim. $1 million uchun yuzimga urgan bo'larmidingiz? Basharangni pizdesini chiqarib urardim $1 million uchun. Nima? Ha. Demak siz pul uchun mening go'zal yuzimni buzib tashlashga tayyorsiz. Ha, keyin senga yangi bashara sotib olamiz. Shu bahonada odam bashara bo'lib qolarmiding? Shokir 4 ta olmadan ikkitasini yesa nechta olma qoladi? Shokir. Agar so'kish Shokir Ko'tingizda qisib turganingizda javob berayotgandim. birdan aytish qiyinmidi? Shokirni ko'tiga qo'y. Tez yordam xizmati eshitadi. Alo, tez yordammi bu? Oyimlar unitazdan yiqilib tushib nafas olmay qoldi. Iltimos zudlik bilan yetib kelingizlar. Faqat tezroq, iltimos. Mayli, manzilni ayting, hoziroq yetib boramiz. Ishqobil Toshmatov ko'chasi 5-uy. Faqat tezroq kelingizlar. Axir bu sobiq xotinimning manzili-ku. Ovozingiz tanish eshitilyapti. Shokir aka? Kechirasiz, adashib tushdingiz. Ovozingizni tanidim, Shokir. Ovozingiz yaxshi kelmayapti. Bilet, oyisi o'lib qolsa-chi? Ha, menga poq qo'y. Pishak. Ey dalbayotlar. Men pishak topib oldim. Bu yoqqa pishak. Pish pishak. Naxoy qochyapsan mendan. Nega xotinlar har doim nimadandir nedavolni yurishadi? Hayz vaqtida bo'lmasa, bosh og'rib qoladi. Bosh og'rimasa, qorni og'riydi. Qorni ham og'rimasa, charchagan bo'ladi. Yop tufayim. Kechirasiz, kinoga bitta bilet bering. Qop bo'ladi. Qaysi kinoga? O'sha kinoga. Sen dalbayotmisan? Yo'q, Unda qaysi kinoni ko'rmoqchisan? o'sha kino yozilgan-ku. Men sendan qaysi birini ko'rasan deb so'rayapman. Birinchisimi yoki ikkinchisi? Ikkinchi qismi sen dalbayotmisan deb nomlangan. Ha, mayli. Xo'sh, bilasizmi? Idin naxoy. Tushunmadim. Idin naxoy. O'sha kinoning 3-qismiga. Idin naxoy tushunmadim. Bu 3-qismining davomi edi. Shokir. Ha. Zaybal. Yo, bana shakar. Bilat, nega menga javob bermayapsiz? Mana qayerda ekansan? Ovqat pishirish